Bugun yurtimiz ramzlariga bo'lgan hurmat va e'tiborni kuchaytirish maqsadida mamlakatimizning turli hududlarida qator ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazilmoqda. Shulardan biri O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilinganining 34 yilligi munosabati bilan Majburiy ijro byurosi viloyat boshqarmasi tashabbusi bilan Qarshi shahrida talaba yoshlar bilan ma'rifiy uchrashuv tashkil etildi. Mavzu tafsilotlari navbatdagi lavhamizda. Tadbir avvalida ishtirokchilarga davlat bayrog'i tasviri aks etgan nishonlar taqildi. Shundan so'ng davlat madhiyasi yangrashi bilan tadbirning rasmiy qismi boshlandi. Madhiyaning jarangdor ohanglari zalda yig'ilganlarga yuqori ruh va vatanparvarlik tuyg'usini baxsh etdi. Uchrashuvning asosiy mavzusi bir el, bir makon, bir bayroq g'oyasiga bag'ishlandi. Tadbir davomida davlat bayrog'ining tarixiga oid ma'ruzalar, tabriklar, shuningdek maxsus videorolik namoyish etildi. Bayroq milliy g'urur, mustaqillik va birdamlik timsoli ekani alohida ta'kidlandi. Bayroq bizning g'ururimiz, mustaqilligimiz va birligimizning timsoli. Tadbirda davlat bayrog'ining yaratilish tarixi, undagi rang va ramzlarning ma'nosi haqida ma'lumot berildi. Shuningdek, xodimlar o'rtasida vatanparvarlik mavzusida suhbatlar tashkil qilindi. Yoshlar bilan bayroqni hurmat qilish, uni asrab-avaylash bo'yicha tarbiyaviy muloqot o'tkazildi. Davlat ramzlarimizni bilish va qadrlash davlatga bo'lgan hurmatning birinchi belgisi hisoblanadi. Shuningdek, bunday uchrashuvlar orqali yoshlarimizni yurtparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni halol, mas'uliyatli va vatan uchun fidoyi bo'lishga undaydi. Shuningdek, tadbir davomida talaba yoshlar tomonidan vatanga, bayrog'imizga bag'ishlangan badiiy chiqishlar, she'rlar va sahnaviy kompozitsiyalar ijro etildi. Yoshlarning mahoratli chiqishlari tadbirga o'ziga xos mazmun va ko'tarinkilik bag'ishladi. Tashkil etilgan ushbu ma'naviy uchrashuv yosh avlodda milliy g'ururni oshirish, vatanga bo'lgan muhabbat va sadoqat tuyg'usini yanada mustahkamlashga xizmat qildi desak mubolag'a bo'lmaydi.